Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari. Bugungi video obzorimizda Qo'qonda joylashgan qurilish texnikalar hamda svarka apparatlari do'konimizdan kemping svarchina apparatlarimizni qisqacha video obzorlari hamda narx-navolari bilan birgalikda tanishtirib o'tib ketamiz. Videoni oxirigacha kuzatib boraverasizlar. Bugungi video obzorimizda MiG 205 hamda MiG 280 lik kemping svarchina apparatlarimizda qanaqa funksiyalarda ishlaydi hamda vazifalari nima, shular bilan to'liq sizlarga tushuntirib o'tib ketamiz. Bo'lmasa boshladik. Impuls brendidan Germaniya texnologiyalari asosida ishlab chiqarilgan MiG 205 inventorli past uylarga ishlaydigan kemping svarchina apparatimiz bo'ladi. 140-150 volt toklarga ham apparatimiz bemalol ishlab beraveradi. O'zini modellari ko'rishlaring mumkin. Tugmacha orqali modellarini almashtirib, o'zgartirib foydalansalaring bo'laveradi. Elektrod kemping hamda argon funksiyalari mavjud bo'ladi. Ustasi bittalik svarchina apparatimizga 1 yilgacha garantiya beriladi. Argon funksiyalarini, derjaklarini premoy gazga ulab bemalol ishlatsalaring bo'laveradi. MiG 280 lik kemping svarchina apparatimiz tabloli variantda bo'ladi. Ko'rishlaring mumkin. O'zini amperajlarini tablolarda ko'rsatib turadi hamda elektrod kemping funksiyalari mavjud bo'ladi. 2likgacha bo'lgan, 3likgacha bo'lgan elektrodlaringda juda ham sifatli hollarda qo'yishga mo'ljallangan o'zini komplektidan kemping derjaklari, elektrodni derjaklari, massa kabellari chiqadi. Bularga simni qayerdan olamiz degan akalarimiz uchun simlaridan, qo'lqoblaridan bonusga qo'shib beriladi. Agarda kanalimizga podpiska bosib, like tugmachasini qizartirib qo'yadigan bo'lsalaringiz. Kimga shu apparatlarni narxi qiziq bo'ladigan bo'lsa, video tagida nomerlarimizni qoldiryapmiz. Aloqaga chiqib bemalol zakaz bersalaring bo'laveradi. Ishlash jarayonlarini kanalimizga o'tsalaring, qo'yib qo'yganmiz, bemalol ko'rib, baho berib xarid qilsalaring bo'laveradi. Aytib o'tib ketganimizdek, bizning manzilimiz Qo'qon shahrida joylashgan svarka apparatlari do'koni bo'ladi. Barcha turdagi svarka apparatlarni biz do'konimizdan xarid qilsalaring bo'laveradi. Kelib, ko'rib, tanlab olsalaring ham bo'ladi, lekin balki